Mariya Qibtiya raziyallahu anha, İbrahimning anasi. Mariya öz davrdoshlar ichidagi eng fazilatli ayol bo'lib, Misr Qibtilarining podshohi Muqavqis hijratning 7-yili Mariya va singlisi Sirinni qimmatli sovg'a-salomlar bilan qo'shib, payg'ambar alayhissalomning elchisi Hatib ibn Abi Balta'a raziyallahu anha orqali payg'ambarimizga hadiya qilgan edi. Hatib ibn Abi Balta'a Mariyaga islomni tunutganda Mariya islomga qiziqqan va singlisi bilan birga islomga kirgandan keyin payg'ambarimiz uni kenizak qilib tanlab olgan. Singlisi Sirinni bo'lsa Hassan ibn Sabit raziyallohu anhu ga bergan edi. Rasulimiz Muhammad alayhissalom Mariya Madinaga kelgan hamon uning qiyofatini o'zgartib hijoblantirib, Hijriyaning 8-yili Zulhajja oyida nikohiga olgan edi. Mariya onamiz payg'ambarimizning oxirgi ayollaridan hisoblandi. Mariya onamizning payg'ambarimizning ko'nglida alohida o'rni bor edi. Buni payg'ambarimizning Misrga qartib qilgan muni so'zdan ko'ra olamiz. Misrliklarga yaxshi muomala qilinglar. Ular menga ham nasab jihatdan, ham kuyovlik jihatdan tuqqan keldi. Payg'ambarimizning nasab jihatdan deganligi Ibrohim alayhissalomning Misrda yashagan payg'ambar ekanligidan edi. Mariya onamiz payg'ambarimizga o'g'illarining 3-chisi Ibrohimni tug'ib bergan bo'lib, payg'ambarimizning Xadija onamizdan keyin balaliq bo'lgan birdan-bir ayol hisoblandi. Ibrohim tug'ilgan vaqtda payg'ambarimizning Fatimadan boshqa farzandi yo'q edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Ibrohim tug'ilganda payg'ambarimiz intayin xushal bo'lgan edi. Lekin endi texi bir yoshdan ozroq oshgan Ibrohimning dunyodan ayrilishi Allohning payg'ambarimizga bergan ig'ir sinoqlarning biri bo'ldi. Ibrohim vafot bo'lganda payg'ambarimiz intayin qayg'urgan. Hatto sahobalar Ibrohim vafot bo'lgan kuni kun tutilganligini, Ibrohimning vafotidan bo'ldi deb qarashgan. Albatta, payg'ambarimiz bu xato qarashga vaqtida tuzatish bergan edi. O'g'li Ibrohim vafot bo'lib uzun o'tmayla payg'ambarimizning Allohning dargohiga safar qilishi bilan Mariya uchun ig'ir sinoq bo'lgan edi. Shuningdan keyin Mariya onamiz 5 yilgacha singlisi Sirindan boshqa hech kishi bilan ko'rishmay yolg'iz istiqomat qildi. U faqat posiboni bo'lgan suyumli payg'ambarimizning qabrisini yo'qlash uchun masjidga yoki o'g'lini yo'qlash uchun Baqi qabristonligiga chiqadi. Mariya onamiz Hijriyaning 16-yili vafot topganda mu'minlarning amiri Umar raziyallohu anhu kishilarni uning jinoz namozini o'qishga chaqiriq qilib, o'zi imomlikqa o'tgan va Baqi qabristonligiga dafn qilgan edi.